Fotih Do'manning Sir, Oshiqlar o'lmas kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Ayrimlari tirikligida o'lik bo'lur, ba'zilar esa o'lganida ham tirikdir. Ko'ngli o'lik kishining jismi tirik bo'lsa-da, u o'lik hisoblanur. Ko'ngil siridan voqif kishi esa garchi o'lsa ham tirikdir. Shu bois o'lmoq deganlari har doim ham bir xil emas. Bu olamda o'likday yashaganlar narigi dunyoda tirikday kezib yuradi, dedi Yahyo afandi. Avvalgilar Istanbulning 4 nafar ruhoniy muhofizi bo'lganligiga ishongan. Ulardan biri Yahyo afandi bo'lsa-da, vazifasi tugamagan fazilatli zot. Dovrug'i dunyoga taralgan Sulton Sulaymon Qonuniyning emikdoshi. Abadiy ishq istaysizmi? Unda hech qachon o'lmaydigan sevgiliga oshiq bo'ling, degan avvalgilar. Hozir ana shunday oshiq haqida, bu dunyodan o'tib ketgan bo'lsa-da o'lmagan Yahyo afandi to'g'risida so'z yuritmoqchimiz. Zero Yunus Imro aytganidek, oshiqlar o'lmaydi. O'lganlar yo'q bo'lib ketadi deb o'ylaysizmi? O'lmaydigan o'liklar ham bo'lsa-chi? Oshiqlar o'lmas turk adabiyotining zamonaviy tasavvufiy yo'nalishdagi romanlaridan biri bo'lib, unda hayot, o'lim, ishq, ruhiy kamolot va inson qalbining ichki kurashlari tasvirlanadi. Asarda ikki davr, tarixiy va zamonaviy Istanbul tasvirlanadi. Tarixiy qism 15-asrda Usmoniylar imperiyasi davrida kechsa, zamonaviy qism esa 21-asr Istanbulida sodir bo'ladi. Asarning asosiy g'oyalaridan ishq va o'lim tushunchasi. Ishq faqat dunyoviy emas, balki ilohiy haqiqat hamdir. Asar davomida qahramonlar muhabbatni turlicha tushunadilar. O'lmaslik va adabiy hayot. Kimdir tarix sahnasida o'chsa ham, aslida yuraklarda va xotiralarda yashashda davom etadi. Tasavvuf va ruhiy kamolot. O'z nafsini yengib, hayot sirlarini anglash va ilohiy ishq yo'lini topish haqida fikrlar ilgari suriladi. Tarixiy qism 1495-yil Usmonli imperiyasi. Bu qismda Usmonli sultonlari va ularning hukmronligi tasvirlanadi. Asosiy voqealar Sulton Salim, keyinchalik Yavuz Salim nomi bilan mashhur va uning o'g'li kelajakdagi buyuk hukmdor Sulton Sulaymonning bolalik yillari atrofida sodir bo'ladi. Yahyo afandi va Sulaymon. Kitobning asosiy qahramonlaridan biri Yahyo afandi bo'lib, u yoshligidan Sulaymon bilan tarbiya topadi. Yahyo afandi diniy bilimga chanqoq bo'lib, o'zini tasavvuf yo'liga bag'ishlaydi. Sulton Salim o'g'li Sulaymonning ta'lim olishi uchun eng bilimli murabbiylarni tanlaydi. Ular orasida Yahyo afandi ham bor edi. Salim yoshligida qat'iyatli va shafqatsiz hukmdor bo'lishga tayyorlanadi. Otasi Sulton Boyazid vafotidan so'ng taxtga kelgan Salim kuchli raqobatlar ichida yashaydi. U doim o'zining o'g'li Sulaymon haqida o'ylaydi va uni qanday yetakchi bo'lishi mumkinligini tushunishga harakat qiladi. Sulaymon tug'ilganida katta tantanalar o'tkaziladi. U otasi Salimning e'tiborida bo'lsa-da, haqiqiy ta'limni Yahyo afandidan oladi. Yahyo afandi unga hayotining chuqur ma'nolarini tushuntiradi va uning qalbida tasavvufiy fikrlarni shakllantiradi. Asarning zamonaviy qismi 2015-yil Istanbul. Bu qism Istanbul shahrining tarixiy joylarida kechadi va asrlar davomida saqlanib qolgan sirlarni ochishga uringan qahramon Halilning hikoyasini o'z ichiga oladi. Halil yosh tarixchi. Halil Istanbulda yashovchi yosh tarixchi bo'lib, u eski qo'lyozmalar va yodgorliklarni tadqiq qilish bilan shug'ullanadi. Bir kuni u Yahyo afandi maqbarasi va uning hayoti haqida o'rganish uchun Beshiktosh mavzesiga boradi. U maqbaraga borganida kutilmagan tarzda o'z hayotini o'zgartiradigan sirli voqealarga duch keladi. Halil Yahyo afandi maqbarasiga borgach, unga sirli tushlar va belgilar ko'rinadi. U maqbara yaqinida o'zini juda g'alati his qiladi va ruhiy bir olamga kirib qolgandek bo'ladi. Maqbara ichidagi yozuvlar va eski matnlar orqali u o'tmish sirlarini ochishga harakat qiladi. Halil o'zining ruhiy salohiyatini boshlab, Yahyo afandi haqidagi tarixiy ma'lumotlarni o'rganadi. U ilohiy ish haqida tushuncha hosil qiladi va dunyoviy hayotning vaqtinchaligi haqida o'ylay boshlaydi. Yahyo afandining hayoti va falsafasi orqali Halil o'z hayotiga yangi ma'no topadi. Kitobning asosiy xulosalaridan keltiradigan bo'lsak, ishq abadiy tushuncha. Odamlar vafot etadi, lekin ularning sevgisi va xotiralari abadiy yashaydi. O'lim hayotning davomi. Ba'zi insonlar jismonan vafot etadi, ammo ularning ruhi, ta'siri va ta'limoti asrlar davomida saqlanib qoladi. Tarixiy haqiqat va zamonaviy tafakkur. O'tmish va bugungi kun o'zaro bog'liq bo'lib, tarix faqatgina o'tgan voqealar emas, balki kelajakni shakllantiruvchi omillardir. Tasavvuf va ma'naviy kamolot. Inson o'zining qalbini anglab yetishi, hayot sirlarini tushunishi va o'z nafsini yengishi orqali haqiqiy kamolotga yetishi mumkin. O'lim haqida. Hamma narsa menga o'lim haqida hayqirar ekan, u mening qulog'im tong bitgan ekan. Dunyo
har lahzada o'layotgan ekan. Men uni tirik deb o'ylab bilibman. Aldanibman. O'lim menga juda yaqin ekan. Men kelmaydi degan xayolga boribman. Vaholanki o'lim faqat keksa yoxud bemor kishiga kelmaydi. Jajjigina go'daklar ham kutilmaganda bu dunyoni tark etadi. Shunday ekan, umr degani bir lahza, bir nafas xolos va o'lim har doim yonginamizda, yaqinimizda. Quyida Oshiqlar o'lmas kitobining eng muhim ta'sirchan va qiziqarli to'rtta voqeasini keltiramiz. Sulton Salimning o'g'li bo'lmish yosh Sulaymon va Yahyo afandi birgalikda tarbiya topadi. Sulaymon taxt vorisi sifatida harbiy va siyosiy bilim oladi, lekin Yahyo afandi boshqacha yo'lni tanlaydi. U tasavvufga qiziqib, ruhiy kamolot sari intiladi. Yahyo afandi yosh Sulaymonga ilohiy ishq, hayot va o'lim haqida darslar beradi. U unga shunday ta'lim beradi. O'lim bizni qo'rqitishi kerak emas, zero haqiqiy o'lim Allohdan uzoqlashishdir. Bu darslar Sulaymonning kelajakda oqil hukmdor bo'lishiga katta ta'sir qiladi. Zamonaviy Istanbulda yosh tarixchi Halil Yahyo afandi maqbarasini o'rganish uchun Beshiktosh mavzesiga boradi. U maqbara yaqinida g'ayrioddiy hissiyotlarga duch keladi. Maqbara ichida unga sirli tushlar va belgilar namoyon bo'ladi. U tushida o'tmish bilan bo'lgan voqealarni ko'radi va Yahyo afandi bilan ruhiy suhbat qurayotgandek bo'ladi. Bu voqea Halilning hayotini tubdan o'zgartiradi va uni tasavvuf falsafasini chuqurroq tushunishga undaydi. Sulton Bayazid o'z ukasi Jam sultonning o'limidan keyin og'ir qayg'uga tushadi. U o'zini ukasining o'limida aybdor his qiladi va agar men sulton bo'lmaganimda ukam ham tirik bo'lardi deb nadomat chekadi. Shunday g'am ichida unga Tabrizdan kelgan xush xabar yetib keladi. Uning nabirasi kelajakdagi sulton Sulaymon dunyoga kelgan. Bu yangilik Sulton Bayazidning qalbida bir oz bo'lsa-da umid uyg'otadi. Yahyo afandi umrining oxirlarida o'z shogirdlariga quyidagi haqiqatni o'rgatadi. Abadiy ishq istasang, hech qachon o'lmaydigan zotga oshiq bo'l. U tasavvuf va haqiqiy sevgi haqida chuqur fikr bildiradi va inson qalbi Allohga bog'langanda u hech qachon o'limdan qo'rqmasligi kerakligini aytadi. Bu falsafa butun kitobning asosiy g'oyalaridan biriga aylanadi va Yahyo afandining ruhi asrlar davomida yashashda davom etadi. Xulosa qilib aytganda, Oshiqlar o'lmas kitobi bu inson ruhiyatiga, ishqning chuqur ma'nosiga, tasavvuf falsafasiga bag'ishlangan roman bo'lib, bu tarix va zamonaviylikni bog'laydi. Asarda inson qalbining ichki kechinmalari, sirli voqealar va tarixiy haqiqatlar ajoyib tarzda uyg'unlashgan. Ushbu asar hayot va o'lim haqidagi tushunchalarni yangi nuqtai nazardan ko'rib chiqishga undaydi va o'quvchini chuqur tafakkur qilishga chorlaydi. Keling videoni Yahyo afandining o'limi oldidan aytgan ba'zi so'zlari bilan yakunlaylik. Shogirdlariga: "Oshiqlar", dedi Yahyo afandi. "Har biringizni farzandimdek ko'raman. Bugungacha bir sirni izladim men. Sirli xazinaga maftun bo'lib yashadim. Topdimmi, yo'qmi bilmayman. Biroq uni topish uchun borimni bag'ishladim va Alloh bilan birga bo'lganning qayg'usi yo'qligini bilib oldim. Dunyo dardini dunyoga tashlab qo'ydim va undan boshqa dardimga shukr qildim. Bu dunyo bir xaroba karvonsaroydir. Bahori ham yolg'onchi bahordir va yashadim deganing ham yolg'ondir. Zero inson bu yerda yashamaydi, qariydi xolos. Shunday ekan, nimasiga g'am chekay, nimasiga qayg'uray? Nimagadir egalik qilgan, undan juda bo'lganda qayg'uradi. Bizning esa qayg'uga sabab bo'ladigan hech narsamiz yo'q. Ko'ngli ishq otashi bilan yonmaganlar oshiqman demasin. Bu dunyoga pokiza holatda keldik. Pokiza ketmoq kerak, lekin dunyoning kirini ummon ham poklay olmas. Ko'ngilni poklamasdan diydor tilamoq qanday jaholat? Yahyo afandi nigohini talabalaridan uzib, madrasaning eshigiga o'girildi. Hamon yuzida tabassum, juda masrur ko'rinayapti. Birdan o'rnidan turdi. Xuddi birovga peshvoz chiqyapti, biroq u tomonda hech kim ko'rinmadi. Bo'shliqqa qarab turibdi. Nimanidir kuzatyapti. Talabalar Yahyo afandidan ko'z uzmayapti. Yahyo afandi turgan joyida o'tirdi. Yon tomoniga qarayapti. Ko'zlari quvonchdan porlayapti-yu, sababini hech kim bilmaydi. Birozdan keyin "Vaqt bo'ldimi?" dedi eshitilar eshitilmas. Juda xursand, tabassum qilmayapti, aniq-taniq kulyapti. Boshini burib,
Talabalarning yuziga sinchiklab qaradi. So'ng boshi asta-sekin oldinga egildi. Jim bo'lib qoldi. Ko'zi yumildi va nafasi to'xtadi. O'ldimi? O'lim o'zi nima? Bu o'lish emas. Yahyo afandi bu karvonsaroyda bir muddat mehmon bo'ldi va yana yo'lga tushdi. G'urbatdan o'z diyoriga qaytdi. Balki tush ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu kitob mazmuni aytib beriladigan kitob emas. Bu kitob o'qib yig'lash kerak bo'lgan kitob. Kitobning ba'zi eng muhim joylari, qissalari, o'gitlari qolib ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bu videomiz orqali sizga ushbu kitobga qiziqishni orttirish edi. Aslida kitobning o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Ushbu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana qanday kitoblar haqida video chiqarishimizni izohlarda yozib qoldiring.